Shoiramiz yozib yubordilar sizga. Tinimsiz yozyapti shoiramiz. Ya siz emas. Dilfuza Komil. Dilfuza Komil. Boringlarga shukr. Qalaminglarga barakat. Allohim shu ilhom bergan, shunaqa yozgansizlar. Mana shunaqa qo'shiqlar kerak. Mard yozadigan, balki siz o'ylamagandirsiz ham qo'shiq bo'ladi, lekin menga ilhom berdi Alloh, shuni qo'shiq qilib aytdim. Juda duo ko'p qildim. Xalqimizga kerak bo'lgan hangi shoirlar mana shunaqa yozadiganlar bor bo'ling. Menimcha bugun ko'pchilik o'ylanib qoladi. Baribir hechdan ko'ra kech bo'lsam to'g'ri yo'lni topib yashalsa biz xursand bo'lamiz. Sog' salomat bo'lib yuring, sizga tinchlik tilaymiz. Faqat ijod bilan band bo'ling. Biz mazza qilib eshitganmiz deydi. Amin. Surxondaryodan yozishyapti. Biz yana qaytarib aytamiz. Siz kunni kam qo'shib, ko'proq qo'shing. Biz ulgurmayapmiz. Baribir. Biz shundan ham norozimiz degan 2 kun qo'shib, yana qo'shilmasa biz ulgurmayapmiz deyotganlar bor. O'sha masalasi 2 kun. Inshaalloh Alloh nasib qilsa ulgurasizlar. Endi nima deydi? Undan ko'piga mana 18 ga chiqib qoldim deydi. Men ham 18 ga chiqib qoldim. O'zi kunduzgi konsertdan kechqurunga qo'shish jonli aytmoq to'kadi. To'kadi odamni to'kib qo'yadi. O'shaning uchun anaqa quvvat. Alloh shu boriga ham barakat bersin, quvvat bersin. Tojikistondan kuzatyapmiz. Buncha ham yaxshi ko'ramiz sizni. Hozir qani endi borsam quchsam deydi. Asob bo'ling ilohim. Mana sizlarni Alloh rizosiga yaxshi ko'raman. Qo'shiqlar juda ham katta ma'noli. Ba'zi bir qo'shiqlaringiz hattoki yig'latdi ham bugun bizni. Albatta yig'latadigan. Men o'shani aytyapman. Odam bir yig'lab olgisi keladi. Oldingi muxlislar bilan solishtirsam, hozirgi shu qo'shiqlar kerak. Lekin hayot faqat shu qo'shiqlar bilan emas, bir paytda yig'lamasangiz, mana shu yerga to'planadi dard bo'lib yurakka. Kishetanada выплакаться, tashash kerak. Ana o'shanda yengil yurak, yengil yashaydi. Qo'shiq bilan, anaqa bilan bolalarim chiqib ketgan, bir piyola choy ichib, sigaret chekkan. Tavakkal Qodirovning qizi Mavludaxondan alangali salom. Mavludaxonim, alaykum salom. Ustozodalarimiz bor bo'linglar, sizlarga ham alaykum salom. Nukusdan salom. Assalomu alaykum opa. Andijondan muxlisingizni ham sizni juda yaxshi ko'raman. Shunaqa endi men aytmoqchi bo'lganim 24 ta 23 ta qo'shiqning ichida oson emas. Sizlarga mana to'rttasini beryapti. Mana shu qo'shiqlarga ayriyatdan bir hafta bera olmayman oradan. Bittasini prezentatsiya qilib beraman. Mashinada eshitasizlar, mag'zini chaqasizlar. Bir xulosaga kelasizlarda qaysi qo'shiq ko'proq talab olib yozsa, o'shani qo'yiladi. O'zimni yulduzim jonim opam, sizni juda ham yaxshi ko'raman. Ajoyib konsert bo'ladi. Ishonasizmi, biz konsertni sizdan ham ko'proq intiqlik bilan kutyapmiz. Bor bo'ling. Aytgani bor. Yaxshi ham boshla, Alloh. Nazarbekdan salom va dunyoning ko'plab qit'alaridan, mamlakatlardan sizga alangali salomlar deb. Ko'p joyda Instagramda ishlamayapti, YouTube'da ishlamayapti, urush bo'lyapti, Erondan kunduz yozishdi. Xavotirlik, ilohim tinchlik, xotirjamlik bersin. Biz bu yerda o'tirib, endi xalq kayfiyatini ko'tarish bizning vazifamiz, o'lmasak agar. Lekin biz qalban sizlar bilan biz ham hayajonlanyapmiz, ham siqilyapmiz, ham duo qilyapmiz, hammamiz. Qalbingizda Alloh bor. Siz 18 yoshsiz, siz bunday demang deb. Xafa bo'layotgan bo'lsangiz ham bor ekan. Siz 18 yoshman deb emasman-ku deganingizga alam qilayotganlar bor ekanda, unaqa demang deb. Sog' bo'linglar. Yangi qo'shiqlarga gap yo'q. Buncha ham yaxshi ko'ramiz, yangi qo'shiqlaringiz juda ham yoqdi. Biz birinchi bo'lib eshitdikmi shunda bu qo'shiqlarni deyotganlar. Birinchi eshitdinglar-da. O'qilmayapti deganlar uchun biz 5 ta platforma orqali kelayotgan savollarni terib o'qiymiz. Mana shuning uchun bizni manzur tutasiz. Ana, mana bu Merosh Otan ko'rsatdi. Sportga bor. Sport foydasini bildingiz, xudoligini. Men bilasam, uyqum, yurish turishim, hattoki mana shu sal egilibroq yurardim. Aynan mana shu ham o'z joyiga keldi. Oyog'ida joni yo'q bilanda yuradi. Hozir mana unda qolib qoldi. Mushaklar yig'ildi. O'zing to'plab olding, bilasizmi? Trenerlarimiz ham tani joni sog' bo'lsin. Bifit, держитесь. Va vasni любим. Yaxshi ham shu bifit bor. Bor bo'linglar. Trenerlarimiz ham umri uzun bo'lsin. Jasur salomat. Jasur trenerim Jasur. Молодец bola. Biz ijtimoiy tarmoqni ozgina siz tamal olish uchun to'xtab turamizmi? Ha, endi biroz. Yo'q, biroz emas, xayrlashsak.
qo'limdan kelgan xizmatni qilyapman. Xudo xohlasa bundan keyin ham Alloh umr bersa xizmat qilaman. Endi issiq jon. Biron gap bo'lib qolsa, men sizlardan rozi, sizlar ham mendan rozi bo'linglar. Alloh rizosida yaxshi ko'raman. Sizlarga ham bolalaringiz bizga omonat duo qilamiz. Bizning ham bolalarimiz sizlarga omonat duo qilinglar. Tinchlikda, omonlikda bo'laylik. Din qardoshlarimiz qayerda bo'lsa omon bo'lsin. Yaxshilarimiz bor, Yevropada yaxshi insonlar ham bor. Umri uzun bo'lsin, tanajoni sog' bo'lsin. Hech qachon Alloh zor qilmasin. Va имя Аллаха я вас всех люблю. Пусть Аллах убережет нас всех, особенно верующих, особенно те, которые в исламе. Мои братья, сестры, берегите себя. Да убережет нас всех Аллах от всех бед. Пусть Аллах уберегает, пусть наш иман укрепляется, чтобы мы любили свою родину. Не бегайте от страны в страну. Везде кукареку одинаково. Не ищите везде Америку. В Америке тоже нелегко. В Америке тоже боятся вызвать даже скорую, потому что это очень дорого. А у нас все это почти бесплатно. Поплачешься, и даже придут и с удовольствием, и даже и пожалеют вас, и сделают. Поэтому берегите свою родину, берегите свой народ. Вот мы такой народ. Мы иногда сплетничаем, мы иногда кусаемся, но мы нужны друг другу. Мы это мы. Не